Masjid oldidan so'raganlar uchun mana chiroyli masjid oldidan joy topib qo'ydik. Ikkinchi etajda turibman. 3 sotilik. Xo'p, kottejimiz 3 soti, 210 kvadrat yashash maydoni, 3 ta spalni, 2 ta mehmonxonasi bor hamda 4 ta sanuzeli bor. Bitta oshxonasi bor, plus podvali bor. Narxi 135 ming. 3 sotiga qurilgan uyimiz. Uyimizni to'liq lokatsiyasi Farg'ona shaharda. Farg'ona shahar Shakarqishloq masjidi oldida. Ko'rib turibsizlar. Holat zo'r, mana meni olib kelib qo'yibdilar. Masjid. Mana masjidni bitta yana ko'rsatib qo'ying, maza qilasiz. Ozon chaqirar ekan, kolonkasi uyingizga qarab turibdi, qarang. To'g'ri uyingizga qarab turibdi. Ertalab bomdodga ozon chaqirsa, budunning keragi yo'q deyaptilar. Shunaqangi eshitilar ekan, ovoz qo'yaverasiz, maza qilaverasiz. Tem bo'lib dombas, mashina parkovkaga joyingiz bor, podvali bor. Tashqarida tualetlari bor. Xullas, hamma sharoiti bor ekan. Gaz zo'r, svet zo'r, suv zo'r, kanalizatsiyadan muammo yo'q. Sababi shahar markazi. Maytdan o'rnida chiqsa shahar hokimiyati orqasidan chiqasiz. Domlari ham narxi pastda shunaqa bo'lyapti. Tem bo'lib 3 soti, 210 kvadrat yashash maydoni, narxi 135 ming. Telefon qilsangiz sizlar baraka qilamiz.